atak men 90-100 yoshgacha yashayman, lekin bu taqdir aytib bo'lmayapti. Paq etib yo'q bo'lib qolishimiz ham mumkin. Shu sababli muhim gaplarni aytib qo'ygan yaxshi. Birinchidan, agar men bo'lmay qolsam, bu degani men yo'q degani emas. Qoshlaringizga qaranglar, ko'zlaringizga qaranglar, nasib bo'lsa nevaralar bo'lsa, nevaralarning fe'l-atvoriga qaranglar. Men borman. Men shu yerdaman. Ikkinchidan, kim bo'lishlaringizdan qat'iy nazar, matematika bilan tillarni sevinglar. Nimaga? Matematika kelajakda hayotlaringizda paydo bo'ladigan murakkab vaziyatlarda o'ylab, to'g'ri xulosa qilishni o'rgatadi. Til esa dunyo qarashlaringiz keng bo'lishi uchun. Xitoyda nima bo'layapti, Amerika, Yevropada nima bo'layapti, baribir dunyo qarashi keng bo'lishi kerak. Va uchinchisi juda muhim, qizlarim. Endi ota bo'lmagandan keyin bir og'iz shirin so'z, bir og'iz qattiq so'zga ham juda qattiq intizor bo'ladi inson. Va g'araz niyatli yigitlar shundan foydalanishi mumkin. Bilinglar, haqiqiy mard yigit sevdim, uydim, o'ldim, kuydimga vaqti yo'q. U bo'lajak oilasi uchun sharoit qilish bilan band. U mehnat qiladi, o'qiydi, o'zini o'rnini topadi, sharoit qilish bilan band bo'ladi. Shu sababli yoshi ulug'larning oldiga kelib bir og'iz oldidan o'tadi-da, tamom, umuman sizlar bilan umuman vaqti bo'lmasligi mumkin. U band, to'g'ri tushunish kerak. Va umuman olganda to'ygacha hech kim qo'llaringizdan ham ushlamasin. Nimaga? Keyinchalik oilaviy hayotda oson bo'ladi yashash. Taqqoslash bo'lmaydi. Voy, erim qattiq gapirdi, oldin men bu yigitlar yaxshi gapirardi degan fikr bo'lmaydi. To'g'ri. Qiyin baribir. Bir og'iz shirin so'z, qanaqadir e'tibor qumsaydi inson. Lekin men sizlarga ishonaman. Chunki sizlar aqlli qizlar. Bu videoni agar telefonda olib shunchaki olib qo'ysam, aniq yo'q bo'lib ketardi. Shu yerga qo'yib qo'yaman. Kimdir eslatar, balkim kimgadir kerak bo'lar. Shu.